Agar mana shuni o'rgansangiz, bilsangiz, avvalgi eshitgan 10 darsingiz bo'ldi shu joyda. 10 saboq bo'ldi. Mana sizga o'sha haqiqiy hojiligida qolishlik uchun nimalarga amal qilish kerak, qanday sifatlarda bo'lishi kerak, uni ham 10 o'rinda, 10 maqomda, 10 xil uslubda sizga bildiraman. Unga ega bo'lsangiz, avvaliga o'rgangan 10 darsingiz, bugun sizga aytiladigan 10 bir maqom, 10 ilm inshaalloh siz hayotingizni so'ngigacha hoji bo'lib qolasiz. Faraz qilyapsizmi, o'ylayapsizmi? Siz misol uchun hayotingiz so'ngigacha haji bo'lsangiz qanday bo'ladi? Kim hayotining so'ngigacha mana shu maqomda yashashni xohlaydi? Kim? Ana bunda bu gaplarga quloq soling. Bugun Arafotda qanday go'zal turdingiz o'tgan kunlarda. Bugun bu Masjidil Haromda namoz o'qib, Ka'balarda, Makkalarda turibsiz. Qanday saodatdasiz? Mana shu saodatda bo'lishni umringizni so'ngigacha xohlaysizmi? Kim xohlaydi? Unda so'zlarga qarang. Birinchidan bunday bo'lishimiz kerak ekan. Haj qilib kelganimizdan keyin birinchi bu qilgan hajimiz bilan biz quvonishimiz kerak ekan. Hammamiz quvonyapmizmi? Bu qabul alomat. Haj qilgan inson hoji qilgan haji bilan umrbod quvonib yurish kerak ekan. Alloh meni yetkizding-a deya. Alloh meni mehmon qilding-a deya. Qarang, ne sizdan puldorlari bor. Dunyoda ko'p. Lekin Alloh sizni olib keldi. Sizni tanladi. Siz hojiga otingiz kim? Rahmat degan. Abdurashid qulim kel bu yoqqa dedi. Meni dargohimga kelgin, men seni mehmon qilay, Arafotda turasan dedi. Ka'bamni aylanasan dedi. Butun dunyoda necha milliard inson bor? Musulmonlari qancha adatda? O'shalarning ichida siz tanlanganlardan bo'ldingiz. Men yig'ladim. Endi o'sha kela olmaganlarchi, kelib kira olmaganlarchi. Arafotda aytayapman, kelib Arafotning maydonida turyapti, lekin kira olmayapti. Sizgachi Alloh sizga shunaqa imkon berdi. Avtobuslarda 50 bosh ustozlaringiz tepangizda talbiyalar aytib, mukromin bo'lib, shunaqangi izzat ikromda var haj qildingiz. Bu Allohning sizga ikromi. Bugun shu bilan demak quvonishingiz kerak ekan. Birinchi qarang. Hoji haqiqiy umrbod haj amalida bo'lishlik uchun, hoji bo'lib qolish uchun birinchi qilgan amalidan quvonish kerak ekan. Buni bizga kim aytgan? Alloh aytgan. O payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham aytganlar. Alloh subhanahu va taolaning oyatini eshiting. Alloh shunaqa deyapti. O'zining kalomida, "Ey hojilarim" deyapti. Sizlar haj qilganlaring bilmayapsizlar. Sizlar quvoninglar deyapti. Men sizlarni dargohimga olib kelib, mana shu Arafotda vaqf qildirib qo'yib, Ka'balarimni aylantirib, sa'ylar qildirib, jamoratlar otdingiz, minolarda yotdingiz. Sizni meni mehmon qildim. Siz quvonmayapsiz-ku deyapti Alloh taolo. Nima deyapti oyatda? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Balkim bu so'zni Rasulullohga aytayapti. Ayting ummatingizga deyapti Alloh taolo. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Huwa khayrun mimma yajma'un deyapti. Ayting ey Muhammad alayhissalatu vasallam, kimga? Ummatingizga. Ummatingizga aytingki, ular Allohning fazli karami bilan, Allohning rahmati bilan, aynan o'shalar bilan ular quvonsinlar deyapti. Ko'rdingizmi? Alloh bu hajimizdan, har go'zal amalimizdan quvonishligimizni o'zi yaxshi ko'rib quvonsin bu maqomdan deyapti. Aynan shu amal bilan, ya'ni hajingiz bilan quvonishligingizni Alloh buyurgan ekan o'zining nazarida. Rasululloh aytgan ekanki, ayting Abdurashid hoji, yonlaridagi hoji, u yoqdagi hojilarga ayting, bugun ular hoji bo'ldilar, quvonsinlar deyapti. Quvonmayapsiz siz. Quvonayapsizmi? Oting do'ppingiz osmongonda. Quvoning. Mana shunday quvoning. Mana shu sizni quvonchingiz bu hajingiz bo'ladi. Allohning amri bo'ladi. Alloh taolo quvonsin debdi. Aytayaptiki, huwa khayrun mimma yajma'un. Dunyoda jamlayotgan, to'playotgan narsalardan, dunyo va butun dunyodagi borliqdan bu hajlari yaxshidir deyapti. Eshityapsizmi? Allohu akbar. Shunday bashoratlar bor ekan hojilarga. Muborak bo'lsin bu bashoratlar. Quvonaylik yana. Endi mana shu oyatning tafsirida Abu Hatimlar, Imom Tabaroniylar shunday tafsir qildilar. Shu oyatning tafsirida bir rivoyatlarni olib kelibdilar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'sha Iroqdan xaroj deyiladi, yer soliqlari keldi. Unda ko'p tuya keldi. Tuyani Hazrat sanay ketdilar. Bir mahal adashib qoldilar. Yana sanay ketgan paytlarida yonlaridagi turgan xodimlari qulidi u. Hazratga qarab mana shu oyatni o'qidi.
Qarang, qullarim shunaqa hofizi kalamulloh bo'lgan ekan o zamonlarda. Mana shu oyatni o'quvdi, nima dedi? Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Oyatni o'qigan paytida ayting, ey Muhammad alayhissalatu vasallam, ular mu'minlar, hojilar, aynan siz Allohning fazli karami bilan, rahmati bilan quvonsizlar. Ha, aynan o'sha amallari bilan quvonsinlar degan oyatni u tuyalarga ishlatdi. Qarang, shunchalik Allohning fazlida tuyalarda sanog'i yetolmay qoldiga, hazratim degan paytda kazabda dedilar. Yolg'on gapirding dedilar. Alloh buni aytmayapti. Alloh qilgan solih amallarimiz bilan quvonishligimizni aytayapti dedilar. U xayrun mimma yajma'un. Biz bu yig'adigan, jamlaydigan dunyomiz bu. Lekin Alloh solih amallarni, aynan qilgan hajingizni o'sha dunyo to'plashligingizdan afzal deyapti. Va yana bi fadlillahini ulamolar shunday tafsir qilibdilar. Allohning fazli bilan. Nima Allohning fazli? Kim aytadi? Allohning fazli nima? Allohning fazli islom, iymon. Alloh sizga islomni, iymonni berganligi uchun va bi rahmatihi, Allohning rahmati bilan quvoning deyapti. Nima u rahmat? Qur'on debdi. Qur'on. Alloh sizga Qur'on berib, ummatni mana Qur'on bilan aziz qildi. Butun bergan o'sha Allohning ne'matlari bilan, din bilan siz azizlaning, quvoning, sevining. Aynan bugun sizni hajjingizni qabul alomati har biringizning qalbingizda shunaqa quvonch bo'lishi kerak ekan. Hozirdan suhbatimizdan keyin yana elingiz bilan bog'laning. Ota, "Oy, men hoji bo'pman" deng. Avvalam hoji bo'lgandim deng siz aynan, lekin bu safar boshqacha hoji bo'ldim-da deng. Tushunarlimi? Mana shunday quvonmasak hojimizdan belgi bo'lmaydi. Hajimizni qabul alomati quvonishimiz kerak ekan. Bo'ldi, bugun endi bugundan boshlab siz haj qildingiz, endi qovog'ingiz osilmasin. Doim kulib yuring. Mana shunday tabassumda. Nega? Siz haj qildingiz, sizning gunohlaringiz o'tganda aytmadik, mana shu joylarda 71 yillik. Hozir men Namangan hojilari bilan bo'ldim. O'sha joyda ko'rdik, 82 yillik birini gunoh kechirilib o'tibdi. 82 yillik gunohi to'kilgan. Haligi ota Kosonsoylik yig'layapti. Mana shunday. Bugun demak nima? Hajimizni avvalgi bosqichida amalimizdan keyin, haj qilganimizdan keyin birinchi biz amallarimiz bilan quvonishimiz kerak ekan. Hammada quvonch bormi? Hamma xursandmi? Muboraklar bo'lsin. Muboraklar bo'lsin. Mana shu hajdir inshaalloh.